8 mart Xalqaralıq Ayollar Günü münasibəti bilan İstanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga, jumladan qiz ayollarga qarata ijro qilayotgan inson qilipidan chiqqan qilmishlarga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Faoliyatning Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, 3000 ga yaqin kishi ishtirok qildi. Qo'llarida Sharqi Turkiston bayrog'i, ota-onalarning, oila a'zolarining, urug' tuqqanlarining suratlarini, Xitoyning jinoyatlari tonishtirilgan plakatlarni ko'targan namoyishchilar Xitoy lagerlarini taqa, ota-onamiz qayerda, fashist Xitoy, terrorchi Xitoy, qirg'inchilikni to'xtat degandek shiorlarni to'lladi. Turkiyadagi Uyg'urlar yaqinqi 3 oydan buyon Xitoyning İstanbuldagi konsulxonasi oldida namoyish qilib kelayotgan bo'lib, navbatda bu faoliyat Amerika, Gollandiya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Avstraliya qatorliq nurg'un davlatga kengaydi. 3 ayning 8 kuni Xalqaro ayollar bayramida Xitoyga qarshi Xalqaro ittifoqidagi Yevropa ittifoqi, Angliya, Germaniya, Yaponiya, Kanada va Avstraliyalik ayollar parlament a'zolari jazo lagerlarida ziyonkashlikka uchragan ayollar bilan birlikda qisqa film e'lon qilib, dunyoni Sharqi Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkistonlik ayollarning hozirgi ahvoliga ko'ngil bo'lishga va irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishga chaqirdi. Yevropa parlamenti tashqi munosabatlar komitetining a'zosi Meri Amlinka mundaq dedi. Bu yilgi Xalqaro ayollar bayramida Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa osonliq millat ayollarining ahvoliga diqqat qilamiz va ularning huquqi uchun kurash qilishni qat'iy qo'llaymiz. Ayol parlament a'zolari o'zlarini va boshqa davlatni Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishga va darhol Xitoyni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xitoyning harbiy bisimiga qarata Tayvanning shimolidagi dengiz armiya bazasini ziyorat qildi. Tayvanning shimolidagi Kelong portidagi 131 paraxod atirtini tekshirgan Tsai Ing-wen Tayvan qurolli qismlarining botir askarlarini orolning mustaqilligini qo'g'dash irodasini namoyon qildi dedi. Tsai Ing-wen yana vatanimizning bir g'ayri siminini yutqizmaymiz dedi. Yana bir tarafdan Tayvan xabarlari gazetining dokladida Xitoyning Tayvanga eng yaqin o'lka bo'lgan Fujiandagi Xalqaro ozodlik armiyasi havo armiyasining ishki bazasini kengaytganligi xabar qilingan. Amerikada Joe Biden hukumatining kelgusi bir necha hafta ichida Rossiyaning quyosh shamoli tor hujumiga bir yurish tor harakati va iqtisodiy jazo bilan javob qaytarishga tayyorlik qilayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bir tarafdan Xitoy tarafidan elib berilganligi ilgari surilgan va Microsoft orqali 30 ming tashkilotning uchuriga erisha oladiganligi mo'ljallangan tor hujumidan kelib chiqqan ziyonni aniqlamoqchi bo'layotgan Biden hukumati Rossiyaga qarshi tayyorlik holatida ekan. New York vaqti gazetasining Amerika amaldorlarini naql qilib xabar qilishicha, kelgusi 3 hafta ichida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya armiyasi va axborot organlariga qaratilgan bir yurish maxfiy harakatlarni o'z ichiga olgan tunji cho'ng qadam besiladi ekan. Oldingi hafta Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivanning boshburjaklik binoga avatilgan maxfiy ko'rsatmasida tor bexatarligi to'g'risida ba'zi ko'rsatmalarni berganligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerikada Joe Biden hukumati bu davlatdagi taxminan 320 ming venezuelalik ko'chmanga vaqtli qo'g'danish o'rnini ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Amerika davlat bexatarlik ministrligi yozma bayonotida mundaq dedi. Ministr Alexandro Venezuelani 2022 yil 9 oygacha 18 oy vaqtli qo'g'dash salohiyatiga erishgan davlatlar tizimligiga qo'shdi. Bayonotda aytilishicha, bu qaror kishilarning Venezuelaga qaytib borsa, hayotiy xavfga uchrashdak favqulodda va vaqtliq vaziyatdan kelib chiqqan. Davlat bexatarlik ministrligining talabiga mos keladigan va hozir Amerikada turayotgan venezuelaliklar bu o'ringa iltimos qilsa bo'ladi ekan.